Köygendan köngen yaman. Abduri Mahinur Abdilim. Avazda Rahila Musa, Tahircan Yusuf. Karıştırgıcı Azize. Birinci qism. Saodat do'sti psixik maslahatchi deb tanishtirib qo'ygan, chiroyi odatdagicha nihoyatda yarashtirib kiyingan, tang qo'ramliq, salofatlik ayolning oldida o'ltirib, ko'zlariga yamrab kelgan jig'isini tasdikda besib, so'zini davomlashtirdi. Bu g'amkinlik, qayg'urish kesilining manga chirmashqiniga nihoyatda uzun bo'ldi. Qizchaqlarimdimi nemishqikin boshqa qizlardek ozoda, xushal-xuram yurolmaydim. Tushuniksiz bir xil qayg'u alam manga hamroh edi. Mana hozir yeshimni 35 ga berib, ishga balaga ona bo'ptiman. Bu xil tuyg'u menda baxan siri kuchayib, doimla ichimdan yig'i qapsab, ko'nglim buzilib turadigan bo'lib qoldi. Ba'zida ko'zlarimdan ixtiyorsiz yosh quyilib ketadi. Menda yana o'zimni kamsitish, tuban ko'rish tuyg'usimi kuchlik. Ko'radigan tushlarimmi shundoq azobliq. Bara-bara men o'zimdan ansirayib qoldim. Bundaq ketaversam, nervam ojizlab, aqlimdan esib qolamanmi deb andisha qilaman. Elitin bir nuqtaga tikilib, soatlab o'ltirdigan, qo'ygan tutqinimni bilmaydigan bo'lib qoldi. Saodat so'zidan to'xtab, yosh lig'irlab turgan alamlik ko'zlari bilan psixik maslahatchisiga qaradi. Uning shu chaqdagi turqi ajoyib go'zal, jalb qilarliq edi. Qop-qora agmi qoshlari ching yimirilgan. Yoshdan ho'llangan uzun kirpiklar qo'rshovidagi cho'ng qora ko'zlari alamlik beqib turgan. Yuragidagi azobni bosmoqchi bo'lgandek ostinqi levini ching tishlagan edi. Chochlari yuzini yerim to'sib, to'lqinsimon holatda mo'risiga yeyilgan edi. Psixik maslahatchi uning shu turqiga qarab bir bas xiyol surib o'ltirib qolgandan keyin, "Ondaqda hozirgi turmush muhitingizni ozroq o'zgartib beqing. Ilgari berib baxmagan yerlarga bering. Yangi do'stlar bilan tanishing. Qarasam siz o'zingizni nihoyatda bearam qiladigan turmush muhiti ichiga qapsilib qilib, chiqolmayotgandek qilasiz. Ham shu muhitga o'zingizni otoblayapsiz. Yot jinsliklar bilanmi samimiy, ilmiy pozitsiyada fikr almashtirib mungdashib bering. Hamma erlar shalloq emasda. Odatda kulki chaqchaqqa qaytilmaydigan, doim yolg'iz yashaydigan odamlarda asalla o'zini to'van ko'rish psixikasi paydo bo'lib qoladi. Siz ko'ngilsiz ishlarga eslolmay, o'zingizga ko'proq ko'ngil bo'ling. Chiroyli yasinib, aynakka qarab, qiyofatingizdan huzurlaning. Iqtidoringizni, erishgan muvaffaqiyatingizni e'tirof qilib, o'zingizni muayyanlashtiring. Obdan o'rinda xizmatingiz borkan, ota-onangiz hayot ham sog'lomkan. Shulardan suyining. Qayg'u, g'am deganmi, siz qochsangiz neri turadigan, yaqinlashsangiz sizni qamallab bo'yningizga minadigan narsa. Men ko'p tushundirmasammi, siz degan oliy ma'lumotliq, o'qimishliq ayol. Siz hech qanday psixikalik maslahat yoki davolashga ehtiyojliq emas. Kayfiyatingizni tangshab tursangizlar, yaxshilanib ketasiz. Saodat psixik maslahatchi bilan xeyli uzoq paranglashib, xo'shlashib mangdi. U bekatga kelib, top-top o'quvchi bolalar qistilishib chiqayotgan avtobusga qarabla royi yenib, asta ketdi. Bu chaq hamma odam ishdan tushadigan chaq bo'lg'achqa,
beka taksi köygülü bolmaydı. Saodat qıstilishib, aldirash ketayotgan piyodalar sepiga qitilib ketdi. Tushda onasi kashda obdan tamoq qiladiganini aytib, navirlarini kashga chaqirib qo'ygan edi. Shunga Saodat uyga ancha aldirmadi. O aldirashni erining taq bo'lib, o'zining yo'lga qarab turishini naqadar orzu qiladi ha. Kunduzlari Nig'mat xuddi quruq yosh do'koniga kiyimini og'ili kelgan xaridordek kirib keladi. Pakiz yuyilib dazmol silingan kiyimni kiyib, kir kiyimlarini kir alg'ug'i selib etib, gap qilmayla chiqib ketadi. Ba'zida dadalik mehri qo'zg'alib qolgan chaqlarda bolalarga hamroh bo'lib, tamoqqa daxil bo'lib qo'yadi. Shundaq chaqlardimi u Saodatga ortiq gap qilmaydi. Savollarini javobsiz qoldiradi. Ko'yinishlarini xuddi xo'yliq cho'kandek ta'tir qarab e'tiborsiz qoldiradi. Yoki bo'lmasa Saodatning yig'irini tatlaydigan sisiq gapdan ishkini qilib qo'yib chiqib ketadi. Bechora Saodatning shuriki sho'xi tikanlar orasida tupirlaydi. Hech qanday savalliksiz oila, bola, uchun butun vujudini beg'ishlab shuncha ajr qilib erishgan bu adolatsiz muomala uning yuragini mujitdi. Qayerdan qandaq yig'iladiganligini belgilab bo'lmaydigan ko'z yoshlari saldak davrab keladi. Erining bu mijozini Saodat yig'lab yalvoribmi, urushib, so'qishibmi, nasihat qilibmi, zotila o'zgartirmadi. Ajrashiman desalar, erining tortishmayla qo'shiladiganligi, hatto erining uning shu so'zini kutib turayotganligi uningga ayon edi. Lekin Saodat ajrashishni o'ylashib boqmadi. Dard alam, hasratga to'lgan xiyollar, ma'yuslanishlar, umidsiz kutishlar uning turmushining muhim mazmuni edi. Ashu azoblaridan xo'shallik topatdi. Ularni yo'qotib qo'yishdan ansiraydi. Ashu g'amsiz, qaqoqlab kulishib yurgan, og'zidan kulki chaqchaq ketmaydigan ayollarga qarab, ularning shu xo'shalligining haqiqiy xo'shallik ekanligidan gumonlanadi. Dard azobi bo'lmagan kishining haqiqiy xo'shalligi bo'lsinmi? U garchi e'tiborsiz qilish, kamsitilish, erning mehridan mahrum qilishning dardini 10 yillarcha tatgan bo'lsinmi? Ammo bu azobdan voz kechib boqmadi. Qish faslida e'tiborsiz tashlanib qolgan yalpigishni yoz kelganda odam tashlab qo'ygan yeridan oqtirib tepib, suyunish bilan qo'liga oladi. Shularni o'ylab, Saodat o'zining qish faslidagi yalpigishning o'rniga tushib qolganligini his qildi. G'amkinlik, ko'ngli buzilish, o'zini to'van ko'rishdek kishini bearom qiladigan tuyg'ular yopirilib kelib, uningga yamashdi. U bundaq tuyg'ularga ko'nik edi. U yosh lig'irlab turgan ko'zlarini kishilardan yoshirib, ko'zoynigini taqib oldi. Ham tez mengib birdamdila uyga ketib keldi. Nig'mat safada yetib, televizordan tantarbiya musobaqasi ko'ryotdi. Uning musobaqa kayfiyatidan jallangan turqi Saodatni ko'ribla ifodasiz tus oldi. Shundaqdimi Saodat nimala bo'lmasin, erining o'z uyida yonpashlab yetib televizor ko'rganligidan xushal bo'ldi. Har qancha bo'lsa-mu, o'z uy degan uningga orom baxish, rohat tuyuldigandi. Saodat aldirash tamoqqa tutindi. Nig'mat oqshomlari doim
o'zib tashlab suyuqash ichadi. Saodat tarlab, tapchirab, suyuqashni tayyor qilib, mehmonxonaga kirdi-da, turib qoldi. Ne'mat kiyimlarini kiyib, sirtqa chiqishga tayyor bo'lib turadi. Saodatning tomoq etayotganini parvoyig'imi olmagandek edi. Bir yerga chiqamsiz? dedi Saodat. Oshmo tayyor bo'lib qoldi. Ichibla. Bo'ldi. Ichmayman. Sirtda tomoq yeydiganga deyishib qo'ygan. G'ushida ochiq Saodatning mengisidan tepib chiqdi. Ondaq odam boyatdan desingiz bo'lmamdi. Onam tomoq chaqasi bo'lmay, sizni deb aytgantirsam? Voy. Ondaq bo'lsa, onangning uyiga kelsang bo'lmamdi. Sizga ikki og'iz gap qilish shundaq og'ir kelamda. Balalarmi bo'lmasa, tomoq etayotganimni ko'rgandikin, men sirtqa chiqaman deb qo'ysangiz bo'lmamdi. Tomoq etish og'ir kelgan bo'lsa, aytmasangmi bo'lmadimi? Bir qozon ishingga menga shundoq doq qilamsa. Shungami, rangi talatiga qarg'im yo'q mening. Uyimmi muzg'andek tuyuladi. O aynakka bir qarab baqa. Chiroying nim bo'lib ketibdi. Men senga oppoq xotin tomoq etib ber demagandikin, ko'zimga sat ko'rinmay, asta onamning uyiga kelsang bo'lmabdi. Ne'mat shu gaplarni deb bo'lguncha oyoqlarini kiyib bo'ldi. Ham qayerga boradiganligini aytmay, eshikni jang'ida yepib chiqib ketdi. Saodat buningga ko'nik. U talayrat yig'lagan, urushgan, hatto chiniqqachilarni polg'ima otgan. Ochiq yutib, kechalarni uyqusiz o'tkazgan. Oqibat uning ruhi sunib, azobi kuchaydiki, eri o'zgarmadi. Nimani o'ylab yaralgan bo'g'iydi? Bu mushu dunyoga. Qandaqsiga bu taqdir mushundaq bir turmushni ravo ko'rib qoldi ekanmi? Voy, o'zi yavash, obdan bola, degan edi Ne'matni uningga tanishtirgan do'sti Jamila. O'zi mushundaq qamlashgan, mijozimi o'ngloq, mos kelsalar. Elchilarni uzatgan ana mamnunlik bilan. Bu loyiq bo'g'idak, qizim. O chat nahiyadagi loyiqing bilan so'rishib yuribmi, necha yil o'tib ketdi. Ya u yetkilib kelamidi? Ya sening berishing yo'q. Yetkilib kelsimi, seni o chat nahiyalikka bagim yo'q. Qizim, undaq oyog'i chiqmas ishning quyruqini uzib, naq ishni qilayli. Mavi yigit bo'ladi ekan, dedi. Shundoq salosulhi bilan Saodatning Ne'mat bilan to'yi bo'ldi. Saodatning jimjitla to'y qilabilishi uni o'lgidek yaxshi ko'radigan heliqi chat nahiyalik loyiqiga to'limi zarba bo'ldi. Shu yigitning qissasi tutdimi, Saodat baxtli bo'lolmadi. To'y qilib bir oy o'tmay Saodat levini tishlab qoldi. Ne'matning hech kimga o'xshamaydigan tayini yo'q mijozi Saodatning bu turmushdan kutgan go'zal orzu armonlarini bitchit qilib etdi. Siz yeshingizdan bakli cho'm ko'rinayotgansiz, degan edi to'yning ikkinchi kuni eri uningga. O'tgan duchurgan xizmatishim bog'i. U sizni hadingizmi deb so'rayotdi. Saodat bu qamlashmagan gapga qandoq inkas bildirishni bilolmay qoldi. Hozirgacha hech kim uni undaq deb baqmagan. O'zini undaq qarab baqmagan edi. Bak go'zallardan bo'lmasimi, har holda xilili qamlashgan qaddi qomati, chiroyli husni jamoli bor edi. Qandaqli bo'lmasin, bu to'yning ikkinchi kuni bir erning ayoliga deydigan gap emasda. Ne'mat xuddi Saodatni azoblash uchun to'y qilgandekla edi. Uningga Saodatning biror ishimi yormaydi.
qusur topqili, uningga do'qqig'ili, uni kamsindirg'ili aralla turatdi. Saodatga Nig'mat qasdan qilayotgandek tuyulatdi. Saodat to'y ishida to'limu yengiltaklik qilganligini, hech bo'lmaganda Nig'mat bilan to'ydan burun bir mezgil orlashib, tushunishib boqmaganligini his qildi. Uni Nig'matga tanishtirib qo'ygan Jamilamo to'y qilib bir balaliq bo'lganda ajrashib ketdi. U hali ham Nig'matni maqtaydi. "Voy odash, amal qilib uy tutib ket. Nig'matning gap so'zlarining tayini bo'lmag'ini bilan, ya haroq tamakida yo'q, ya tayoqcha emas. Mening erimga qaramamsan? Saqchig'ida uningdan obdan odam yo'q. Ishchi oldimi? Voy bo'ldi sarangning o'zi. To'y qilib 15 kun bo'lganda maskirib urib, o'ltirib qo'yayli deb qoldi. Uyimizda har qitim jidal bo'lganda 110 ga telefon qilib, saqchilar kelib jidalni besiq turadi. Oxiri ajrashib qutuldim. Nig'mat nimali degan bilan seni tak etib chekmaydi." Saodat datman do'stiga nimami deyalasin? Badanga tak etib chekmagini bilan yuragiga kunda sanjilib turadigan sansizligan jingnilatchu. Bularni biriga desa, nihoyat oddiy ishdek tuyuladi. Anglagan odammi, voy kichikkina ishkango, xotinchilik deganda bunchilik qo'saq ko'pigi demaymiz. Texi har ishlarni ko'rsalar deyishib qo'yadi. Lekin dard alamda qolgan xotinlarningmi erining ko'nglida o'rni bor. Jamilaning haroqkash erimi qasam qilib haroq tashlab, Jamilaning orqasidan yolvorib yuradi. Ammo Nig'mat uningga xuddi xushi tutib qolganda quchqig'iga elib silab o'tirdigan, kaypi ushqanda pashdab haydib etadigan uy mushugidek muomala qiladi. Xotinlik hissiyot shu qadar sus ediki, Nig'mat Saodatdan o'zini qochirib yuradi. Xuddi optob tushmaydigan ho'yladak so'rin, tavi ketgan choydak ilmon turmush ichida balalarmu orqa-orqadan tug'ildi. Nig'mat balalarga amroq ham mas'uliyatchan edi. Lekin Saodatga yaqinchilik qilsa, kimgadir yuz kelinmaydigandek shu qadar ehtiyot bilan muomala qiladi. Vaqt o'tgan sari Saodat mehr muhabbatsiz bu turmushdan jaq to'ydi. Qalb edizi qog'jiradi. Kelmasga ketgan yoshlikdagi muhabbatlik hayotini aslaydigan, kimnidir seg'inadigan bo'lib qoldi.